Zamin Oliviy restoranda Jizzax somsani nomer 1 bo'lib kerak ekan. Ta'mini siz bilan birgalikda baho berib, realni bitta javobini aytamiz. Unaqa bo'ladigan bo'lsa boshlaydi u. To'xtani. O'zbekmiz-ku, ha? Okalar. Okalar, mana qaranglar. Bismillah. Salatlarni olib kelib berishgan. Bundan limonni ishlatamiz. Mana shu haqiqiy niyat qilib qo'ygan do'stingiz bilan birga o'tirib o'yin qilamiz. Tezroq keling ha. Videoni tashlab qo'ying. Bu so'msa faqat go'sht chiqibdi-ku. Faqat like ishlanadi bularga, like. Bismillah. Dalshi davom etamiz. Sardorga, Muhammadga, Begzodga, manasini Boburga, Shohjahonga, Abdulbositga, Anvarga, Fahriddinlarga jo'natib qo'yamiz. Okalar haqiqatan ham kiboradigan joy tekan. Eng yaqin do'stimizga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Bu yo'nalishda men birinchi marta video olibdim. Atak dakansi olaman demayman. Inomjonga omad tilaymiz. Abdushiy jigarga. Shunaqa yo'nalishda video qilaman debdilar. Zo'r jigar bo'lsang. Bu hammalari ham yumshoq. Yo'ch katta onaxonlarga ham zo'r. Yangi o'ylangan kiyoplarga ham zo'r. Nimaga yangi o'ylangan kiyoplar? Yo'ch 80ga borganlarga ham zo'r. Nerealni hojiga bitta like bosib qo'ying, chekib ko'rgan bo'lsangiz, eng yaqin jigaringizga, oshno'g'anlik shu videoni jo'natib qo'yamiz. Haqiqatan ham keladigan joy ekan. Yaqiningiz bo'lsa, sizga bitta shunaqa so'msadan qarzdor videoni tashlab qo'ying Begzodga. Alhamdulillah.